Yana bir qancha bu haftadagi muhim xabarlarimizga qarasak, Xitoy mudofaa sanoatining eng chong shirkatlaridan biri bo'lgan Xitoy Aviasiya sanoati guruhining sobiq bosh direktori Tan Roysong vazifasidan foydalanib 700 million yuandan ortiq qonunsiz kirim qilish, ichki uchurlarni sirtqa oshkorlash qatorli jinoyatlar bilan ayblanib, 2 yil kechiktirilgan o'lim jazosiga hukm qilindi. Qarab qo'ying, g'oyat zo'r bir san bu dollarga o'zgarsimi? Ya'ni u darajada Xitoy qancha anda qo'lish kerak, manda qo'lish kerak deb Xi Jinping hokimiyati qilgan bilan Xitoyning qaysi darajada chirib ketganligini ko'rib olamiz yani. Eng kichigidan to'g'on qatlamdan eng cho'ng qatlamgacha nada bo'lsa Xitoyning poraxo'rlik ichiga shu dengizga sho'nganda sho'ngib ketganligini ko'rsatgan bir bir uchur xabar. Amerika Isroilga Iran urushi 25-kuniga qadam qo'ygan bir paytda Xitoy Isroiliyadagi fuqarolarni darhol ayirishga chaqirdi va Misr chegarasidagi Taba chegara eg'izi orqali tarqoqlashtirishni tashkillaydiganligini bildirdi. Va Tayvan Xitoyning rayondagi kuchayayotgan harbiy harakatlarga taqobil turish va o'zining kuchini oshirish maqsadida Amerikadan setib olgan MQ-9B Sky Guardian tipli zamonaviy uçquchsiz aeroplanlarni topshirib oldi va rasmiy marosim bilan Tayvan mudofaa sistemasiga kirgizdi orqada ko'rinib turayotgan. Buning bilan Xitoyning shu rayondagi har xil to'xtovsiz tajovuzchiligini texambak 7-24 soat shu kuzatish iqtidorining g'oyat zo'r kuchaydiganligi xabarning tafsilotida berildi bu haftada. Ve Meta şirketi, Xitoyning sun'iy aql şirketi Manus'ni setib olgandan keyin hammamiz bilamiz. Bu xabar ilgirimi tafsiliy holatda chiqqandan qancha pul setib olgan tafsilotiga kirmaymiz. Setib olgandan keyin Xitoy rejimi bu vaqtda tekshirish boshlagan bo'lib, Manus şirketining bosh ijroiya amaldori Xiao Hong, bu ko'zoynakli Xitoy va bosh tadqiqotchisi Ji Chaoning chet elga chiqishini chekladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz. Ya'ni Xitoy o'ylab qo'ydi yani. Boshqa bir shirkatga setilgan emniyatda boshqa davlatlarda bo'lsa, buni alayda bundaq fan texnikada natija qozongan davlatimizga mandaq davlatimizning yuzini boshqa yerga ko'tirding deb emniyatda dunyoning har qanday yerda bundaq chet elga chiqara olgan o'zining bir har qanday bir mahsulotini davlat uni atoyitin chaqirib emniyatda mukofotlab bizni Xitoyni tuntuvatsa deydi. Ammo Xitoyda ana shundaq natija qozonganlarni akib uning 70 avlodiga tekshirib sen nima satding nima qilmoqchi deb Xitoy rejimining suftiga bo'ldi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingda xalqaro atom energiyasi organining boshlig'i Rafael Grossi bilan ko'rishganda Amerikaning yadro aslahalarini nishonlaganligiga ishorat qilib, ba'zi davlatlarning xalqaro qoidalarini buzayotganligini da'vo qildi. Buning bilan ko'rishganda yani. Maqsad kim? Amerika. Yani Amerika anda qilib ketdi, bunda qilib ketdi. O'zi eng yadro qurol masalasida biz tinchlikni xohlaymiz. Xabarning tafsiloti bir muncha Wang Yining sahifalari bor. Bu ham shunday darajada davom qilyapti. Va oxirgi Yevropa ittifoqi bilan Avstraliya 8 yil davomlashgan suhbatdan keyin savdo va mudofaa sohasida tarixiy kelishim imzolab, Xitoyga bo'lgan beqinishni azaytish va Trampning yuqori tamojna beji besimiga taqobil turish uchun muhim qadam tashladi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Trampning Yevropa ellariga hammasiga qattiq bo'lib tamojna masalasida jiddiy besim qilayotganligini bilamiz. Yevropa rahbarlari oqoqdan o'tganlarda bir-birlab Xitoyga berib keldi. Xitoyning shu nadir tuproq elementlari bu masala dunyodagi hamma narsani jiddiy shaklda monopol qilayotganlik uchun bu Yevropa, Amerika boshliq hammasi jiddiy bundan rohatsiz bir aram ekanligini bilamiz. Buning uchun nurg'un yo'llarni izlayapti. Bu shaklda bu qatim Yevropa ittifoqidan Avstraliya 8 yillik suhbatdan keyin bu kelishimni tuzganligini e'lon qildi.